ajdodlari qahramon bo'lgani uchun diktatorlar Xorazmdan qo'rqqan. Stalin ertalab turib, Xorazm tinchmi degan atrofidagilarga. Qo'rqqan. Chunki u o'sha Jaloliddin Manguberdilarni, ularni ajdodlarini mazasini oshirib qo'yganligi esdan chiqmagan u. Xorazm haqida tushuncha olmasdan ketasiz. Aleksandr Makedonskiy davridan keyingi yer yuzidagi eng yirik imperiya bu Xorazm shohlar imperiyasi. 1220-yillarda Xorazm imperiyasiga Xitoyning Qoshg'or, Urumchi, Xotan viloyatlari, ya'ni sharqda, shimolda Dasht Qipchoq, Rossiya, Qozog'iston hududlari ma'lum bir qismi, bu tomonda Yevropa mana, pastda janub tomonlarda Hind okeanigacha cho'zilgan Xorazmning markaziy viloyatlari imperiyani O'tror, Xo'jand, Samarqand, Buxoro hamda Ko'hna Gurganch shaharlari. Eng birinchi mongollar Xorazmda yengildilar, Hazaraspda. O'shanda Jaloliddin Manguberdi 16 yoshida mo'g'ullarga qarshi jangga kirdi. 6 marotaba jang qildilar. Jaloliddin Manguberdining eng og'ir jangi Hindistonda Sind daryosining bo'yida bo'lgan. Daryoning eni 700 metr, oqimi esa eski bolaligimizda ko'rganmiz zil mashinasini ham sudrab keta olgan. Shu safar Jaloliddin yengiladi, uning oilasi aytadi: "Biz mo'g'ullar qo'lida qolib xor bo'lgandan ko'ra mana shu daryodagi baliqlarga yem bo'lganimiz afzal" deb o'zlarini daryoga tashlab jon berdilar. Jaloliddinning onasi aytdi: "Ortingga qarama o'g'lim" dedi. Jaloliddin daryo oqimiga qarshi borib, qirg'oqni narigi tomoniga yetganida Chingizxon va uning o'g'illariga qarshi ot ustida qilich o'ynatadi. O'shanda mongollarning sarkardasi Chingizxon havas bilan aytadi: "Mani o'g'illarim orasida ham shunaqa mard o'g'il bo'lganida edi, men butun dunyoni bosib olgan bo'lar edim." Xorazm xalqi aytadi: "Uningdek o'g'lim bo'lsaydi mani" deya orzu qildi Chingiz dushmani. Vatani yo'lida shahiddir jon tani, Jaloliddin kabi mardim bor mani, ming bora maqtansam haqqim bor mani deydi. Mongollar 150 mingta askar bilan yo'lga chiqdilar. Jaloliddinning otasida 400 mingta askar bor edi. Jaloliddin qo'shinni so'rab Ko'hna Gurganchga bordi. Unga qo'shin yetmagandan keyin u 11 yil mana shu hududlarda sarson yurib, Amudaryo eski Jayxun bo'ylarida mo'g'ullarga qarshi kurashib, xori tolib uxlamasdan Konyada 1231-yilda uxlab yotganda Qurt millati tomonidan o'ldirildi. Agar u yigit hushyor bo'lganda unga 30 tacha odam ham bas kela olmasdi. Tarixiy manbalarda u bitta davlatni 53 askari bilan o'ziga bo'ysundirgan ekanlar. O'sha davrlarda Xorazm markaziy poytaxti Ko'hna Gurganch viloyati bo'lgan. Mo'g'ullar kelib Urganch deb buzib aytdilar. Gurganch, Ganch bu oltin, Urganch ozod oltin shahar degani. Chingizxonning ikkita katta o'g'li Jo'ji bilan Chig'atoy bu shaharni 7 oy qamal qildilar. Ana keyin shahar taslim bo'lmagan